Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, bugun men sizlarga insonlarni bir-biriga qarz berishi, omonatdorlik haqida Muhammad alayhissalom sarvari olamni bir hikoyalarini taqdim etmoqchiman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bani Isroillik bir kishi haqida quyidagilarni bayon qiladilar. U Bani Isroillikning biridan 1000 dinor qarz so'radi. Shunda u menga guvohlar keltir, ularni guvohi qilay dedi. U guvohlikni Allohning o'zi kifoya qiladi dedi. Bo'lmasa menga kafil keltir dedi. Kafillikka Allohning o'zi kifoya qiladi dedi. U to'g'ri aytding dedi-da, unga o'sha narsani ma'lum muddat belgilab berdi. U dengiz orqali yo'lga chiqib yumushini bitirdi. Keyin u qarz bergan kishi belgilagan muddatda uning oldiga yetib kelish uchun mingani ulov izlashga tushdi. Biroq birorta ham ulov topa olmadi. Shunda bir yog'ochni olib uni o'ydi-da, ichiga 1000 dinorni va uning egasiga o'z nomidan bir xatni joylab, o'rnini mahkamladi. Keyin uni dengizga olib bordi-da, Allohim, albatta sen bilasanki, men falonchidan 1000 dinor qarz olgan edim. Shunda u mendan kafil so'raganida, kafillikka Allohning o'zi kifoya qiladi dedim. U senga rozi bo'ldi. U mendan guvoh so'ragan edi. Guvohlikka Allohning o'zi kifoya qiladi dedim. U senga rozi bo'ldi. Men uning narsasini unga jo'natay deb ulov topish uchun bor kuchim bilan harakat qildim. Eplay olmadim. Men uni senga topshirdim dedi va uni dengizga otib, yog'och dengizda oqib ketdi. Keyin o'sha odam qaytib ketdi. O'shanda u o'z yurtiga yo'lga chiqish uchun ulov izlayotgan paytida unga qarz bergan kishi ham molini keltirgan biror ulov kelib qolgandir degan umidda bir ko'zdan kechirish uchun sohilga chiqib kelgan edi. Qarasa ichida puli bor boyaga yog'och. Uni o'tin qilish uchun uyga olib keldi. So'ng uni aralagan edi, pul bilan xatni topdi. Keyin u qarz bergan o'sha kishi 1000 dinor ko'tarib kelib, Allohga qasamki, pulingni o'zingga yetkazib kelish uchun uzoq izlab, bor kuchim bilan tinimsiz harakat qildimda, harakatda bo'ldim. Biroq ushbu minib kelganimdan avval birorta ham ulov topa olmagan edim. U menga biror narsa jo'natganmiding dedi. Senga ushbu minib kelganimdan avval birorta ham ulov topa olmadim deyapman-ku dedi. Alloh yog'ochda jo'natgan narsangni sening nomingdan o'tab bo'ldi. Endi 1000 dinorni olib to'g'ri ketaver dedi. Imom Buxoriy rivoyatlari. Hurmatli birodarlar,
hozirgi kunda qarz berish bunaqangi holatni ko'rmasak kerak. Chunki qarz beradigan odam Allohning guvohligi u yoqda tursin, turli ayol yo erkaklarni guvohlikka olib kelishdan tashqari hatto notariusdan tasdiqlatmasdan qarz bera olmayaptilar. Hurmatli tinglovchilar, Imom Buxoriy keltirgan rivoyatni payg'ambarimiz bekorga yozmaganlar va bandalarga tavsiya etmaganlar. Eng yaxshi guvoh Allohning o'zi ekanligini unutmang. Chunki bu yorug' dunyoda bergan qarzingizni uzolmasangiz bir yo'lini toparsiz-u, ammo bu haqda Allohning oldida javob berish nihoyatda qiyin ekanligini ham unutmang. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Studiyamga a'zo bo'lishni unutib qo'ymang.